Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari va tasodifiy tomoshabinlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Agarda siz bizning kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni hamda videoroliklarimizni ko'pchilik uchun manfaatli deb bilsangiz, bir dona like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bugungi videoyimiz avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkazilishi haqida bo'ladi. Qonunchilikdagi yangiliklar. Avtomobilsiz kun va avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkaziladi. Farmonga ko'ra, 2026-yil 1-maydan har oyning 10 va 25-sanalarida avtomobilsiz kun, avtomobilsiz hafta aksiyalari o'tkazib boriladi. Bunda mazkur aksiyalar doirasida davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan xizmat avtotransport vositalaridan foydalanish qat'iyan taqiqlanadi. Ushbu sanalar ish kunlariga to'g'ri kelganda haydovchilarning ish haqi saqlab qolinadi. 2026-yil 1-avgustdan Trade-in dasturi doirasida eskirgan avtotransportlarni topshirgan jismoniy va yuridik shaxslarga yangi transport vositalarini xarid qilish uchun avtokredit foizining bir qismi qoplab beriladi. 2026-yil yakuniga qadar ekologik transport tizimi doirasida Toshkent shahrining hududi qizil, sariq va yashil zonalarga ajratib chiqilishi ta'minlanadi. 2026-yil 1-apreldan chang bo'ronlarining oldini olish uchun Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida yashil devorlar barpo etish boshlanadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: Telegramdagi huquqiy axborot kanali.